Yuragimda mana bir dardim bor. Va onangizga cho'chaqda tishlaring. Kitob bilan gaplashib o'tirgan ekan bittasi. Oqsoqlanib ketdi. Voy oyog'im. Nima bo'ldi? Ovchilar otishdimi? Nima bo'ldi? Bosib oldi. Kim sıkan mı? Halime sıkan. Halime pastdan kelgan. Bu bir. Qara. Halime gapirib ketdik to'g'rimi? Oldin mendan oldin domda aniqlardi, yashardi. Qara bola. Ana endi domda yashardi. Keyin Murodning ukasi. İsmi nima? Prekrasni taniyapsan. Axir ismini ayt. Murodning ukasi Jami, qara. Murodning ukasi Yulduzovga ko'chib ketdi. Bu sabab. Yo'q, unga emas. Top demoqchiman. 2005-39 o'qiydi. Peter bilan. Bilan qilmaganman. Nima qilgansan? Kim bilan qilgansan? Bilmayman. Kim bilan qilgansan? Kim? Mana menga qara. Ahli bilan bu bo'ldi. Menchi. Telefonni qo'ying. Qiz bola bilan o'g'il bolani o'rtasida do'stlik bo'lmaydi. Agar sizlar ularning o'rtasida do'stlik ko'rib qolsanglar, demak ular ujji bir-birini qilib yurishibdi. Yoki qilishni reja qilib yurishibdi. Assalomu alaykum azizlarim. Hammalarga xayrli kun. A'lo kayfiyat. Kayfiyatlar qanaqa? Yomon qizyapti, lekin yomon qizyapti. Kun charchamanglar. Jazirama issiqda. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A Seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yini tomosha qilib turishlang. Kompaniyaga yozishlarga kommentariyada yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Meni javob bermasa, bo'laman bu gaplarga qadar mahallarga javob. Urganlaringga aytaman. Qura ko'q qilib boraman. Jalavsan, Bevasa. Ering yo'q, bevasensan. Ish mening yo'q axir. Sensan beva mana bu bo'lin. Achig'ing keladi meni. Ko'rding? Qara. Buni daf qilish kerak, bo'lmayman. Bu yashamaydi, yo'qoladi. Men boraman qo'lni go'dalamoqlarga qaynocha maliga boraman aytaman, qaynochanga meni yomon aytdi deyman. Urdi deyman, suvni urdi deyman, toshlar urdi deyman. Qizi ham urdi deyman. Mehr aqdan jo'g'ini beyda o'zini yutmaladi deb. Mehrni eri to'g'riladi nima deydi? Tuhmat qilasan-a? Tuhmat qilasan. Nima tuhmat qilayotganim? Tuhmat qilasan-a? O'zlaring shuni qilyapsizlar. Tuhmat qilyapsan. Suryapsan. Urdim. Qachon urdi? Qachon masala yo'qqa so'yim. Ketaman deyig'lisan, qo'shing to'da. Urdim qallamga. Qayerga? Ketaman deyga xo'cha tek. Qariga cho'chimni. Qani yarildi, qani? Qachon urdim? Sen urdim. Qachon urdim? Qani qallam yarilmadi-ku. Tayladim. Nima yolg'on gapirasan, Nima jolotlik qilasan, Olma. Shunaqa qizlar kelyaptiki, qizlik pardasi butun, lekin homilador bo'lib qolgan. Rastas baldır! Kızlar! Hele dostlar! Kındırgan, şıldaşan, 85, belediye молодец! 86, 85, belediye молодец! قلبي عمال بيبمبم
qo'shiq xotin olib tashlagan erkaklarga havas qilaman-da. Men ham katta bo'lsam 2-3 ta er olaman. Assalomu alaykum. Guruhbat zo'msizlar. Ma chigirtga zaybal qoraydi. Chirr-chirr. Shu o'lib ana kolonka bog'lab qo'ydim. Bir maza qilsinlar. Ha. Ha. Hop. Ana, maza qildi. Ha, ha. Maza qilinchi. Kayfdalar. Allo, og'alar, yig'lama. Yig'lama. Zaybal oldim. Ayasi yo'q, zaybal olib ketdim. Yechama bu iflosni. Yechama. Padaring ozmandan ko'rasan. Sultonbek, men bir narsa tushunmadim-da. Nima bu? Nima chizgansan? Adda teskari ushladingiz, bu velosiped. Bu velosiped teskari ushladingiz. Mana. Velosiped degan. Velosipedda shunaqa chizadimi? Ha? А qanaqa chizadi? Yirtib tasha buni. Zachем? Hurmatli ota-onalar, farzandinglarga to'g'ri velosiped chizishni o'rgatinglar. Sen nima chizasan? Allo, gruppadagilar, zo'rmisizlar? Biz Boysun tog'ida sigirlarni to'ydirib boqib yuribmiz. Ko'ryapsizlarmi? Like bosinglar bizga. Seni itin ko'chada ovqatlanib uyingga kelgandan keyin ovqatlanmayaptimi? Unda seni qo'shning yaxshi boqyapti. Ketding soxta baxtning qasriga. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A Seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yini tomosha qilib pul ishlang. Kompaniyaga o'tishlar kommentariyada yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Bu insonni ko'pchilik dublyaj afsonasi deb ataydi. Men esa originalni ko'rsataman. Hurmat talab alvasti. Alvastijon, qandoq qilib topolmasam, qarang o'chko'r, qayg'urdasan. Alvastijon. U shu multfilmga necha yil o'tib ketibdi, qarang. Qo'rqmasa, birlikki hurmat qilmaydi seni. Voy bola, ko'zlarimga qara. Yolg'on gapiradigan bo'lsang, shu ko'zlaringni bu yoqqa qo'yib olaman. Yoqqo'yni fayni fulataymi? Kagan kash bo'ladi. Yo'q, keragi yo'q. Yarim kechada sheriklaring bilan kelgansan. Boy otam sheriklaring bilan tunagansan. Pulni qayerga yashirganini sen bilasan. Sen. Ha, baba! Boy otam foydam, xotirjam o'tirdim, eshaydan foydam, imomdan o'tirdim, ishxondan do'manakan, shunda akam sariya o'tiraman. Я? После свадьбы мы с вами сделаем все, что угодно, все, что возможно. O'zim ham bunaqa narsalarga umuman qiziqmas edim. Anaqa. O'zingiz borgan sari qiziqtirasiz, ish qilib, men ham yomon qiz bo'lib ketmasam bo'ldi. А так, такой, to'ydan keyin, в постели шлюха bo'lish kerak deyishadi. Такой буду. Agar siz ayolingizni ertalabdan o'pib qo'ymasangiz, demak siz boshqa erkaklarga nisbatan anchayin omadsizroq ekansiz. Chunki tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayolini har kuni ertalab o'pib chiqib ketadigan erkaklar boshqa erkaklarga nisbatan anchayin omadliroq, ishi ancha yurishgan va pulli
ko'proq topar ekan. Shuning uchun, hurmatli erkaklar, ayolingizni har kuni ertalab o'pib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ayollar erimizga bu videoni обязательно jo'natib qo'yamiz. Turishlarga qarang, muslim son. Mana voy qiz. Akram aka. Qayerga chiqadi u? Hurmatli aylantiraylik. Abi. Nima bo'ldi? Ve bulda Akramga tashlang. Tashlang. Akramga bulda qiling. Abi. O'tiring Akramga. Abi. Bulda qiling. Abi. Qo'rqmayapman. Akram aka o'chiring. Nima qo'rqasiz? Qo'rqma. Nima siyoras kakkat odamı? Ya yo'q-ku. Bo'ldi bu. Ha, aylantiring. Yil, ketdi. Bugün seni uzatamiz, Zuhriddin oshna, zo'rmisan? Mazing yaxshimi? Sinfdoshlar bilan tog'ga aylangani bormoqchi edik. Shunga 500 mingdan pul yig'ishtirayotgan ekan. Nima deysan, borasanmi sen ham? Zuhriddinga aniq aytib qo'y dedi. Hech bormayapti, kurga qo'shilmayapti dedi. Sinfdoshlar safdan chiqib ketyapti dedi. Nima deysan? 500 mingdan ekan. Shohroq, yaxshimisan? Oshna, tinchmisan? Charchamayapsanmi? Oshna, jon deb borardim, lekin bir so'm pulim yo'q. Ham griplab mazam qochyapti Oshna. Bolalarga to'g'ri tushuntirib qo'ygan, bora olmaydi ekan deb o'zing vaziyatni to'g'ri tushuntir Oshna. Bu bahonalaringga o'rganib qolganmiz Oshna. Meni ham borgim kelmayapti o'zi. Cho'ntagimda ham bir so'm pul yo'q. Shunchaki bir ikkita tanish qiz bor edi, yosh. Aka, siz bilan birga boramiz. Sinfdoshlaringiz bilan birga aylanib kelaylik deb qo'ymayotgandi-da. Bo'lmasa damingda, men ham damda olaman Oshna. Bo'pti, gaplashamiz. Oshna, hozir dori ichdim, yo'talim birdan yaxshi bo'lib qoldi Oshna. Sen bormayman dema, pul temasdan umuman g'amam yema Oshna. Hozir yer tagidan bo'lsa ham 1 million topaman, 500 ming senga, 500 ming menga Oshna. Sinfdoshlardan ajralib qolmaylik. Sinfdoshlar keyin bizni past deb o'ylaydi Oshna. Bunday past bola bo'lmaylik biz Oshna. Boramiz. Tayyor bo'lib tur, hozir uyingga o'taman.